Do'stim, darvoza nech pul ekan? Hop, darvozamiz Samarqand faso 3,5. Undan tashqari holatda 35 sentdan nalichkalari bor. Bir qavat 1.8, ustida shu yer yong'oq lislari bor. Shumkali variantda bo'lgan kraskalariga 5 yilga garantiya beramiz aka. Darvozamiz 1 metr kvadrati 1.250.000 so'mdan O'zbekiston bo'yicha dostavka ustanovka ichida bo'ladi. Navbatdagisi o'sha mashhur high-tech fason darvozamiz eniga 380, bo'yiga 360 razmerda 2 qavatli, bu ham shu 2 qavat 1.8 list aka. Yo'llari mana shvillerda bo'lgan bezuloq ikkita yoni tagi shvilli. Nirjivikalariga ham o'sha garantiyasi 15 yilga beramiz, kraskasiga 5 yilga. Darvozamiz 1 metr kvadrati 1.300.000 so'mdan tayyor bo'ladi aka. Do'stlar, endi byudjetni darvoza, ya'ni high-tech ko'rinishdagi shtampovka darvoza razmerlari necha? Xuddi shunday razmerlari 3.30 ga 3,5 metrda bo'lgan, listlari 1.3, yondorlari 6 ga 4 profil, 8 ga 6 profil, 1.5 stena, profillarimiz 6 ga 4, 1.3 stenada. Yaxshi variantda bo'lgan 1 metr kvadrati 650.000 so'mdan tayyor bo'ladi aka. Navbatdagi darvoza tomosha qilinglar, ikkita Dubay ko'rinishdagi darvozalar, shtampovka lekin narxi arzon. Narxi nech pul razmeri? Hop aka, narxlari 630.000 so'mdan O'zbekiston bo'yicha dostavka ustanovka ichida, listlarimiz 1.2 qalinlikda, o'sha profillari ham 6 ga 4 shirokkisda bo'lgan, kraskalarimiz o'sha toza Devo kraskalarini sochganmiz. Hattoki nirjivikalariga 15 yilga garantiya beramiz aka. Zo'r, kvadrat metri 630.000 so'mdan do'stlar, adashib ketmaymiz. Videorolikka bittadan like ni bosib, tanishlik albatta jo'natib qo'yinglar.